Assalomu alaykum aya, yaxshimisiz? Bizni perilarimiz bergan zakaslaringiz o'zingizga yoqyaptimi aya? Albatta. Albatta yoqyapti. Bu hunarmandlarda avvalo tili shirin ekan. Undan ham hunarlari zo'r ekan. Ish qilib yangiliklari mana 1-2 ishga qo'ygan ekan. Ona mana shu yangiliklarni sizlarga qo'yamiz deyapti. Juda chiroyli, kamchiligi yo'q, go'zal, o'zimizga yoqyapti. Klientlar bo'lsa marhamat, kelaveringlar. Odamlari ham yaxshi ekan avvalo. Odamni tili shirin bo'lsin birinchi, mehnatdan ham. Aytadi-yu, kasalni ham til tuzattiradi deb. Shuni singari Xudoga shukr yaxshi ekan. Kelaveringlar marhamat, mana qilgan ishlari zo'r, kompaniyasi ham, ishlari ham, hunarlari ham, o'zlari ham tilla odamlar ekan. Kelaveringlar, arzon narxda qilib berishar ekan. Sizga yoqqaningizdan xursandmiz. Rahmat. Yana kamchiliklar bo'lsa, ochiq-oydin ma'qul chiroyli qilib beramiz. Xudoga shukr. Rahmatdan janinglar sog' Sog' bo'lsin. bo'linglar. Uzoq umr ko'ringlar, bundan ham ziyoda qo'linglar dard ko'rmasin. Rahmat. Sog' bo'ling aya. Tinchlik. Ha. Sizlarga Andijon shahardagi Soy filialimizga kelib tushgan zakasni video obzorini olgani keldik. Bu posonimiz balasina poson bo'lib, 51 turba 09 2,5 stenkalikda bo'lgan balasina posonimiz. Kimga shunaqa sifatli hamyonbop mahsulot kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.